Assalomu alaykum. Inshaalloh mana Zarkentdagi obyektimiz, kichkina Zarkentdagi obyektimiz ham bitish arafasida. Mana shu ko'cha tarafidan o'zi qoldi. Bu yon tarafi ham bo'lgan. Mana shu joylari. Bu taraflar. Hozir ichkari taraflarni ham ko'rsataman. Obyektimiz Davron akamning xonadonida bo'lyapti, kichkina Zarkentda. Mana shu mashhur ustagamiz. Ichkari taraflari oqqa mokriy kombinatsiya qilingan, chiroq atroflari oynaga yopishtirilgan. Bu balkonchamiz usti oddiy dizayn bo'lgan. Elektroninchi maktab shunda ko'rinib turadi obyektdan. Mana qora ashkalari. Inshaalloh juda ham chiroyli ishlaydi, egalariga ham 100% ma'qul keldi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib bitirib beramiz.